Mazkur yo'l belgisi nimani bildiradi? Demak, rasmga qarasak, bu belgi yo'lning piyodalar o'tish joyi bo'lgan qismini bildiradi. Bu hech qanaqa yo'lni trotuar yoki piyodalar yo'lkasi bo'lgan qismini emas, yo'lning piyodalar o'tish joyi bo'lgan qismini bildiradi. Demak, variantlar bo'yicha qarab aytadigan bo'lsak, to'g'ri javob F2. Ya'ni yo'lning piyodalar o'tish joyi bo'lgan qismini bildiradi. Qaysi transport vositalarini qatnov qismining chetida ikki qator qo'yish mumkin? Qaysi transport vositalarini yo'lni qatnov qismining chetida ikki qator qo'yishimiz mumkin? Demak, qatnov qismining chetida masalan qajavasiz mototsikllar va mopedlar va velosipedlarni qo'yib bilamiz. Qajavali, ya'ni vilkali mototsikllar, keyin nogironlik tanaffus belgisi bo'lgan yengil avtomobilni ikki qator qo'yib bilmaymiz. Keyin ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan kam bo'lgan bevosita trotuar bo'ylab boshqa korxona xizmat yuk avtomobillarni ham qo'yib bilmaymiz. Demak, variantlar bo'yicha qaraydigan bo'lsak, to'g'ri javob F1, ya'ni qajavasiz mototsikllar, mopedlar va velosipedlarni yo'lni qatnov qismining chetida ikki qator qilib qo'yishimiz mumkin. Demak, to'g'ri javob F1. Yuk transport vositasiga shunday joylashtirilishi kerakki, asosan yuk transport vositasiga, masalan, yuk avtomobillarini nazarda tutadigan bo'lsak, yuk transport vositasiga shunday joylashtirilishi kerakki, u shovqin hosil qilmasligi, chang ko'tarmasligi va atrof muhitni ifloslantirmasligi kerak. Demak, to'g'ri javob variantlar bo'yicha qarab aytadigan bo'lsak, to'g'ri javob F2, ya'ni shovqin hosil qilmasligi, chang ko'tarmasligi va atrof muhitni ifloslantirmasligi kerak. To'g'ri javob F2. Qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat etilgan? Demak, rasmga e'tibor bersak, rasmda to'g'riga harakatlanishni buyuruvchi belgi o'rnatilgan, ya'ni to'g'riga harakatlanishni buyurib turibdi. Demak, bu yerda to'g'riga va o'ngga harakatlanib bilamiz. Demak, A va B yo'nalish bo'yicha harakatlanib bilamiz. Demak, variantlar bo'yicha qarab aytadigan bo'lsak, to'g'ri javob F3, ya'ni A va B yo'nalish bo'yicha harakatlanishga ruxsat etilgan. Do'stlar, sizlarni qiziqtirgan savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariy orqali yo'llashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.